1 kilo samarqandcha uslubdagi zig'ir oshini uy sharoitida o'chada tayyorlab ko'rishga harakat qilamiz. Men bu uslubdagi oshni birinchi marta tayyorlab ko'rishim, qanchalik osh olganimni izohlarda yozib ketarsiz. Osh uchun paxta yog'idan foydalangan yaxshi. 200 g paxta yog'iga 200 g zig'ir yog'ini solib, yaxshilab qizdirib olib, to'g'rab olgan go'shtlarimizni solib, ketidan piyozni solib, ozgina tuz berib, yaxshilab qovurib olamiz. Foydali ham mazali bo'lgan 4 dona ilgili suylarimizni qo'shib, savzimizni solib suv beramiz. No'xat magizni qo'shib, ustidan bir qator savz bilan yopib, tuz sepib, lagan yopib qo'yib, 1 soat davomida past olovda qaynatamiz. 1 soatda no'xatlarimiz pishib, savzlar ham yetilgandan keyin ozgina zira berib, yarim soat qaynatamiz. Savzi bilan guruch aralashib ketmasligi uchun shunaqa marli yopib olamiz. Zirveni holatdan kelib chiqib zaril bo'lsa, ozgina suv berib, 1 soat oldin yuvib qo'ygan guruchlarimizni marlining ustidan solib chiqib, ustiga to'g'richa yopib qo'yib, 20 minutga dimlab qo'yamiz. Hamma yog'i bir xil bo'lib parlab olgan guruchlarimizni yaxshilab aylantirib olib, ustiga ozgina tuz berib, zirveni holatdan kelib chiqib zaril bo'lsa, ozgina suv ham qo'yamiz. Ustini yopib, tegini bitta baland qilib, par chiqishi bilan tegini past holatda 20 minut dimlab qo'yamiz. Parlamagan guruchlarimizni yaxshilab aralashtirib, guruchimizni holatini ko'ramiz. Bizning guruch yaxshi yetilmagani uchun ustiga ozgina suv berib, yana 20 minutga dimlab qo'yamiz. 3 marta 20 minutdan dimlangan parda pishgan guruchlarimizni holatini ko'rishingiz mumkin. Dirkillab turib, har chaynaganingizda oshning mazasini his qilasizlar. Oshimizni go'shtlarini chiqarib olib, to'g'rab olib, oshimizni suzishni boshlaymiz. Oshimizni aralashtirib laganga birinchi bo'lib guruchni, keyin savza, no'xat magizli qismini ustiga solamiz. Bu samarqandcha uslubdagi osh professional oshpazlar uchun emas. Men o'zim birinchi marta havaskorona tayyorlab ko'rdim. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.